Uzoq umr ko'rish uchun to'g'ri ovqatlanish ratsioni kerak. To'g'ri ovqatlanish ratsioni uchun to'g'ri texnika tanlashimiz kerak. Hozir sizlar bilan to'g'ri texnikani obzorini qilamiz. Bizaga 1709 modelimizdan plus versiyasi keldi. Bu modelni ko'rishingiz mumkin. Tablolari ham полный sensorli bo'ladi. Har bitta pishiradigan narsalarni rasmi bilan ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. Bu aerogrillimizdan plus tarafi ko'pchilik xohlaydigandek o'zi mana bunaqa oynasi bo'lishini xohlashadi. Sababi ichida pishayotgan narsani holatini kuzatib ko'rib turish uchun juda ham qulay. Bundan tashqari buni komplektda o'zi mana bunaqa retseptli kitobchasi chiqadi. Bemalol retseptini qaysi ovqatlar qancha vaqtda tayyor bo'lishigacha bu yerda yozib qo'yilgan bo'ladi. Sizlar bu aerogrilda uy sharoitida barbekyu, steak, chips, free, undan tashqari tovuq va balon mahsulotlarini bemalol yog'siz qovurishingiz mumkin. Bu aerogrilda eng asosiy fishkasi esa ikkitali tenida bo'lib, teni tepa va pastda jihozlangan. Ikkitali ten ovqatimizni pishish vaqtini 2 baravargacha qisqartirib berishi mumkin. Narxini bilish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring. Bu videoni PP qilayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying.